1-yanvardan boshlab Instagramda qanaqa yangiliklar, o'zgarishlar bo'lishini eshitdinglarmi? Birinchi bo'lib menga eng yoqqanidan boshlaymiz. Endi Instagramda birovlarning videosini olib, o'zingizni profilingizga qo'ya olmaysiz. Faqatgina butun videoni emas, даже boshini ozgina kesib olib, o'zingizni videongizga ulashingiz ham mumkin. Bu degani endi har bitta blogeri, ya'ni videoni egasini avtorskiy pravasi bo'ladi degani. Ikkinchisi, endi Instagramda hech qanaqa pulli o'yinlar, gif konkurslar o'tkazish mumkin emas. Endi tushundim nega rus blogerlar mana oxirgi gif konkursim deb e'lon qilib yotgan. Uchinchi yangilik endi Directda, ya'ni shaxsiy xabarlarni skrin qilib bo'lmas ekan. Agar mabodo skrinshot qilsangiz, vaqtinchalik Directdan, chatlardan foydalana olmaydigan bo'lib qolar ekansiz. Keyingisi Telegram gruppalarni, kanallarni yoki umuman boshqa prilojeniyalarni reklama qilishda ham o'zini qoidalari chiqibdi. Reklama qilish umuman mumkin emas degani emas, lekin o'zini qoidalariga rioya qilish kerak. To'g'risini aytsam, bu yangi qoidalar 100% amalga kiradi deb aytolmayman, chunki men ham bitta blogerda ko'rdim va sizlarga foydali bo'ladi deb o'yladim. Instagramda shaxsiy biznesini rivojlantirayotgan